nami nemetlum. Hammasi o'z o'rnida ketayotgan bir vaqtda boshingizga shunday bir tashvish tushadiki, yondim, kuydim deb yiqilasiz. Ayni o'sha on ichingizdagi yaxshiliklar bilan ulg'ayotgan bola chiqib keladi va eshigingizni qoqadi. Tur deydi, o'rningdan tur. Qo'lingizdan tutib zulmatni yengib o'tadi va sizni yaxshi kunlarga yetadi. Yaxshilik qo'rquv nimaligini bilmaydi. Oydinlik hech qorong'ulikdan qo'rqqanmi? Yomon kunlar bilan yuzlashganingizda avvalo Allohga, keyin ichingizdagi yaxshi niyatdan boshqa hech kimga muhtoj bo'lmang. Niyatingiz naqadar yaxshi bo'lsa, Alloh shu qadar sizga yaqindir. Nasibangiz esa niyatingizdan yashirin. Bor yo'g'ingizni qo'lingizdan tortib olsa ham, aylanib o'rgilib sizga haqqingizni qaytarib beradi. Aslo ro'yobga chiqmaydi demang, chiqadi. Unutmang, Alloh gar xohlasa, hatto qushlar ham fillarni yengadi azizim. Nasiba niyatga bog'liq. Hurmatli kitobxon, bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib borishda davom eting. Aziz kitobxon, ushbu kitobni sizga o'qishni tavsiya qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.